nikohsiz homilador bo'ldi, lekin birozdan keyin nikohga turdi. Vaqti soati kelib bola dunyoga keldi, lekin o'lik tug'ildi. Bu bola nikohsiz paydo bo'lgan-ku, u dunyoda uni va ota-onasining ahvoli nima bo'ladi debdi. Birinchidan agar nikohsiz homilador bo'lib qolsa, bizda nima qilamiz? Sharmanda bo'lmaylik deb darrov yigit tarafni chaqiramizda, qizni bilib qolgandan keyin-da endi homilasini darrov olasan, zo'rlab olasan, bo'lmasa seni sotlatib yuboramiz deb qo'rqitib, haligi shu homilasi bilan nikoh o'qilib, to'y qilib berib yuboriladi. Ba'zilarini bilaman, to'yidan keyin bir haftadan keyin borib kelin tug'ganini bilamiz. U nikohsiz homilani ko'tarib yurgan, keyin nikohlanib to'yini o'tkazib yuborgan, uyda tug'ishlik sharmandalik deb turib, haligi tez olib asha tiqib yuboramizda. U durust emas. Homilador bo'ldimi? Demak, sharmandagarchilikni qildi. Oxirgacha Alloh taolo uni sharmanda qiladi. Shariatda homila, zino bilan homila bo'lgan ayol unga nikoh o'qilmaydi. Ta shu bolani tug'gunicha va erkak ikkinchi marta unga yaqinlik qilmaydi. Bo'ldi. Ikkovi ajratilib turadi. Haligi bolaga nikoh, bizda nikoh o'qisa deydi. Nikoh o'qib yuboradi endi. Sharmanda bo'lib qolmasin deb. Nikoh o'qisa, harom suvdan bo'lgan bolaga ustiga nikohdan keyingi halol suv ikkita suv bir joyda jamlanmaydi deydi. Harom bilan halol bir joyda jamlanmaydi degan. Shuning uchun haligini tug'ib oladi. Tug'ib bo'lganidan keyin borib nifosdan poklangandan keyin nima qilar ekan? Nikoh o'qiladi. Lekin bular katta gunohkor bo'ladi. Katta gunoh kabira bularning hukmi Alloh taoloning nimasida qoladi, ixtiyorida. Alloh taolo xohlasa uni gunohini kechiradi, xohlasa azoblaydi qiyomatda. Ota-onaning holati nima bo'ladi degani shu. Ammo bolaga keladigan bo'lsak, bolaning hech qanday bu yerda aybi bo'lmaydi. Chunki Alloh taolo umumiy Qur'onni umumiy nimasida keladi? Inna akramakum indallohi atqakum, sizlarning eng Allohning huzurida mukarraminglar, taqvodoringlar dedi. U haq shunday odam bo'lsin, haq zinodan bola tug'ilgan bo'lsin, haq qanday bo'lsin, taqvo qilgan bo'lsa Allohning huzurida eng hurmatli bo'ladi. Va Payg'ambar alayhisalom aqra'ukum li kitabillah dedi. Imomatchilikka haqli kishi, Qur'onni ko'proq yodlagan kishi dedi. Bu yerda valadi zino bo'lsa boshqa degan ajratmadi deydi. Ajratmadi. Ammo bizning mazhabda aytadi, zinodan bo'lgan bola imomatchilikka o'tishligi durust emas deydi. Nimaga desa, endi u yerda uning tug'ilishlik masalasini ko'tarmaydi. Nimaga desa, chunki uning otasi yo'q, u zinodan paydo bo'ldi, otasi noma'lum, unga ta'lim beradigan odam bo'lmaydi ko'pincha jamiyatda. Shuning uchun u johil, zinodan tug'ilgan bola ko'proq ko'cha bolasi bo'ladi. Unday odamlarning imomatchilikka o'tishi yaxshi emas degan gaplarni aytgan ekan. Lekin bolaning hech qanday aybi bo'lmaydi. Bola boshqa bolalar qatori bo'lib hisoblanaveradi.